va mening yo'lchimni qizdirib yaqiranglar. Voy yana so'ngisini oqtirib o'ttag'ini qopmamsizlar dash. Voy jinim, men bir narsa unutib qolganda qilaman. Nimlasini? Cho'ninchirimni. Xo'p bo'pti. Meni ishlatamda. Jinim, unda bo'lsa qarama, kayfiyatimni buzishdan oldida xo'shal bo'lgan ishni birini qilib olay. Masalan, men ishtimomni degan adaydan kelib chiqibdiman. Shunga men qizlarga bir tujan qilib olay. Qaysi qizlarga? Doyingi qizlarga. Bo'pti, meni qizlarimni bir ko'rsin-a. Undaysa qizlar va mening yo'lchimni qizdirib yaqiranglar. Men ishtimni 89 ko'yga olgan Zara ijimning fingosida chiqqan ishtimdek turamdi. Diyam. Lekin bahasi shunda muvaffaq qizlar. Uni oldida sizlarga nurg'on qilib chiqirib berdim. Bo'lib bunda kachisi, misi chiqqan ishtonlarni, ko'zonlarni jumib bilan birdan avval sizlar shunda oqo'y suzuk rangli kiyimlaringlarni, shanyil ranglarni kiygan chog'da bir astiga dabiq qilib kiysizlar, benshingizmi shunda chiroyli qizlar. Bir yil 3 faslni ayamisida kiygan bo'ldi. Oldimizda kuz kelyapti. Shunda rangli kiyimlarni kiydigan jijiya kelyapti. Maylar do'stlar, shunda ustinglarga popaykal ranglarni kiyib olsanglarmi bo'ladi qizlar. Shunchalik yaxshi ko'rmanki, bu ishtimomni barcha atrofimdagi yo'lchimning barcha qizlarga tujan qilib keldi-da bu ishdanni. Bahasi aranlam 89 ko'y, bunda yovdaysi bilan tan qo'shib chiqdi. Amisa shingdon bo'lsanglar qizlar, aslidagi shavqonchoq is qo'ydim. Avvalsanglar cho'qim rozi bo'lib kiyibsizlar qizlar. Mana ishinglar. Ben jinshadan boburma. To'g'ri? Bobur. Qanday qilamadan o'log'ini boburman, a? Bye bye.